avliyolarni vasila qilish joiz. Bu haqida ko'p dalillarni keltirganmiz. O'zi tirik insonlarni vasila qilishda ixtilof. Allohni qo'yib, sizlarga foyda ham, ziyon ham keltirmaydiganlarga duo qilmanglar deyapti. Qo'lni ochganda, "Ey Parvardigorim" dedi, bo'ldi. O'rtaga pirlar, avliyolar, ota-bobolarning ruhlari, bularni qo'shishlik shirk bo'ladi. Agar mana shu Allohga qilinayotgan duoda ichida opa dadamizmi, pirmi, qaysi avliyo kirib qoladigan bo'lsa, bu duo albatta ijobat bo'lmaydi. Ahli sunnah va jamoa mazhabi barcha musulmonlar ommasining e'tiqodi, tushunchasi yolg'iz Alloh taoloning o'zidan yordam so'raydi. O'tib ketgan, qabrda yotgan, ehtimol tanasi chirib bitgan shayxdan yordam so'rash ma'nosi bizning dinimizda yo'q. Ba'zi bir tasavvufga mansub kishilar mana shu gapni bir oz haspo'slashib, silliqlashib, albatta shayxdan yoki pirdan, o'likdan madad so'rab yordam so'ralmaydi-yu, lekin ularni vosita qilinadi yoki yana qandaydir boshqa bir gaplarni aytishlari mumkin. Lekin ming afsuslar bo'lsinki, hozirgi kunda mana shu narsani ba'zi bir muridman deb yurgan johil odamlar takrorlab turganini o'zi katta musibat hisoblanadi.